voy bu onajon shunaqa ham katta bino qurishadimi, katta to'yxona qurishadimi? Afg'onlarni boy, hashamatli hayotini ko'rsatishda davom etaman o'rtoqlar. Hozir biz turgan joy afg'onlar o'tkazadigan eng hashamatli to'yxona hisoblanadi. Afg'onlar juda ham hashamatli to'y o'tkazishar ekan. Hozir men kelgan to'yxona Kobuldagi Sitora nomli to'yxona va bu to'yxonada juda ham boy odamlar to'ylarini o'tkazishar ekan va ko'ramiz ichkarida, tashqaridagi manzarani, afg'on boylari qanaqa to'y o'tkazishlarini ko'ramiz. Hozir endi to'y bo'lmayapti. Bu yerda kirganingizda bunaqa yarim oy sizni kutib oladi va mana qaranglar. Mana shu bino. Ko'rdinglarmi? Juda ham hashamatli qilingan. Men to'g'risi juda ham hayron qoldim. Bu qanaqa bino ekan? Bu saroy kimnidir shaxsiy saroyimikan deb ham o'yladim va tashqaridan juda hashamatli ko'rinadi. Maydonning kattaligini qaranglar, kattaligini. Voy bu onajon shunaqa ham katta bino qurishadimi, katta to'yxona qurishadimi? Nimadan qurilgan bu? Hozir o'zimizni gipsmi shunaqa. Menga unchalik yoqmadi. O'ta ham hashamatli, dabdabali, lekin meni fikrimni so'rasa yoqmadi. No, boylar mana shunaqa hashamatni yoqtirsa kerak-da, mana kirishingiz bilan bunaqa lyustra qo'yib qo'yishgan. Endi bu yerda menimcha rasmga tushadigan joy bo'lsa kerak.